rahmati yaqin savol qilsak Allohning ilohi qo'llablar yoshlarga hamma maktabdagi jamiki filmlarni qo'llablar zavonatun go'yo shavad nam zakat egzamin yoshlarga Alloh nasib qilgan tamom qadam mana Xudoga shukr qilganam nasib qilgan hamma mushkul qasimamon hiç zıhna şabet Zaten nam zakat doşta hiç öyle kadar bardam İmam bence bir şey. Politika meram bulma. Assalomu alaykum aziz ustozlar, assalomu alaykum aziz onajonlar, buvijonlar. Bugun ajoyib bir bayramning guvohi bo'lib turibmiz. Bu ham bo'lsa bundan 6-7 oy oldin maktabga ilk bora qadamlarini qo'ygan jajji bolajonlarimiz ilm borasida ilk qadamlarini tashlagan va alfabetni o'rganib, yozishni, o'qishni, hikoya qilib berishni, sahnalarda o'ynashlarni o'rganib olishdi. Albatta bunda o'qituvchi Yaqub va Gulnora xizmatlari begunoya katta. Bugun ana shu 1-sinf jajji o'quvchilarimiz sizning qarshingizda hisobot topshirish uchun tayyor bo'lib turibdilar. Sizning guldiroz qarsaklaringiz ostida bugungi bayramimizni ochiq deb e'lon qilaman. Birinchi aziz bolajonlar, 1-sinf o'quvchilari hamda ustozingiz bugun sizning oldingizda ulkan vazifalar turibdi. Bu ham bo'lsa, siz 7 oy davomida olgan bilimingizni ota-onalaringiz, ustozlaringiz oldida namoyish qilib berasiz. Bunda sizga omadlar tilab, bugungi bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Qarsaklar jajji bolajonlarimiz, bugun sizni she'r va qo'shiqlaringizni tinglash uchun mana mehmonlar kelishgan. Mehmonlardan iltimos qilamiz, bolalarga xalaqit bermagan holda ularni kuzatishni boshlaysiz. Ana endi navbatni jajji bolajonlarimizga ularning sinf rahbari Yaqub va Gulnoraga beramiz. Assalom bolajon, qo'li porloq. Otalar, onalar, barchangiz quvnoq. Sizlarga aytayin eng shirin tilak, savodxonlik bayrami bo'lsin muborak. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, hurmatli ota-onalar, buvijonlar va jajji bolajonlari. Bugun siz aziz ota-onalar uchun sizlarning siz bolalaringiz bo'lmish farzandlaringiz uchun katta tantana. Bu tantananing sababi mening jajji bolajonlarim savodxonlik bayramini nishonlash uchun o'z chiqishlari bilan siz aziz mehmonlarning ko'nglini shod etishmoqchi.
fursatdan foydalanib sizlarni bahor fasli, yangilanish, yasharish bahor fasli va Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, fayz baraka tilab, bahoriy xush kayfiyat bilan bugungi davramizni ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat, tomosha qiling. Har sahar yangragan ulug' madhiyam, har saflik madda to'liq madhiyam, eng go'zal qismi ozod ilimning muqaddas madhiyam, ulug' madhiyam. Ko'kdagi quyosh bayrog'i nafam, madhiyamni kun tinglaydi jahon. Ona O'zbekiston ko'ksimda o'rar, u qondir, u jondir, u hayot juda keng jahonda jaranglasin madhiyam, sezidoni, kuymani madhiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bayramimizga seni qo'l. Bolalarning shodligiga o'zing guvoh bo'la qol. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Zumra qizim, yaxshimisan? Ha, Bayramga tayyormisan? men bu bayramga tayyor, ammo qimmat hayal uxlayapti. Qancha uyg'otsam ham turmadi. Va qimmat hali davramizga kelmaganmi? Zumra davam qimmat emasmi? Zumrad, nega uyqumni buzding? Sayadim uxlamadi. Voy qimmat, uyg'ondingmi? Ustozga savol bermaysanmi? Assalom ustoz. Va alaykum qimmat qizim, kel sochlaringni to'g'rilab. Yo'q, kerak emas. Nimaga bayramga qatnashishni xohlamaysan? Yo'q, mensiz o'qitmaydilar. Qimmat, bizni bayramimiz ham zo'r bo'ladi. Bayramda qo'shiqlar aytamiz, raqsga tushamiz. Mazza. Ustoz, uyga ketgim kelyapti. Men uyga mashqi uxlashni xohlamayman, televizor ko'rishni, telefon o'ynashni. Ayolni telefonda zo'r o'yinlar bor. Ustoz, uyga ketgim kelyapti. Mayli qimmat qizim, bayramda ishtirok etging kelmayotgan bo'lsa, do'stlaring davrasida bo'lib o'tira qol. Ularni she'r aytishini, raqsga tushishini ko'rib, zo'ra sen ham bayramga qatnashging kela qolsa. Qani Zumrad, bayramni boshladik. Albatta boshladik ustoz. Assalom sevimning ko'rish qismidan, assalom mehr to'la qalbi to'ridan. Keltirdim sizlarga aziz bir kalom, birinchi asr nomdan salom, assalom. Assalom azizlar, qalbi quyoshlar, mehringiz nuridan bahramay yoshlar. Ulardan sizga alayhi salom, ta'zim ayladim salom, assalom. Assalom axli musulmon, o'zbeki farzandlari, kechamizning mehmonlari, shu elning dilbandlari. Bugun ulug' bayramda salom deymiz nom-banom, shogirdlaring nomidan deymiz salom, assalom. Bugun biz ta'zimdamiz, aytamiz shirin kalom, mehr bilan ta'lim bergan ustozlarga assalom. Onajonlar va bujonlar, sizdan deymiz salom, assalom. Ushbu saodatli onlarda siz eng erov aziz inson. Assalom, assalom ushbu sinfning gulgul oq qizidan, assalom o'zbekligiga afsonush qora qizidan. Quyosh olma sochgan bilimizga keng yo'lga sizgadir ushbu kamon muallimdir, assalom. Kunda yolg'izdan sona, biz farzand, siz ona, bilim bizga farg'ona, dildan ardoqli kalom, ona maqtab, assalom. Ustozlar salom, assalom, bugun bayram, bugun tantana, salom deymiz nom-banom, shogirdlaring nomidan deymiz salom, assalom. Tanitib yurtchi jahonga, qaytib diniy imonga, erkin berdi har insonga mustaqillik yurt, assalom.
Avuçla uzdosh, bir-biriga qarindosh, barchasini o'rganib, bildik ularga sirdosh. Unlilar oltita deb bo'g'i yashamiz undan, unlilarni bilmasak, o'qiy olmaymiz hecham. Harflari jazlasi tartib bilan tuzilib, bolajonlar dilini eshitay mazza qilib. Assalom avvalo aziz jonajon, avva aytib kat. Assalom avvalo aziz jonajon, avva aytib katta qilgan onajon. Ushbu kun ular buyuk duosi bor boshda bugun, butun el taniydi yurtimni bugun. Sizdan beraman jon qo'yib, O'zbekiston mening vatanim. Elim deb, yurtim deb yashayman har vaqt, ey yurt baxti mening baxtimdir abad. Fido bo'lsin mayli bu jonim, faqat omon bo'lsin ona vatanim. Gulla go'zal bo'lgan diyorim, gul maskanim O'zbekistonim. Hayotim bir o'rgan baxtimdir faqat, bir o'rgan baxtidek yashayman har vaqt. İsmingiz Izo Boyjon, ism qoldi bekat raqqa. Janazasi jajishaq ovozi, jahon tanar bugun ovozi. Hamolingni ko'rib kuylayman, yuzim jamolimga boqib to'ymayman. Lolaman lol yonar, yuragim xalqqa, mehnat orzu tilagim. Madonman, mashhur makonman, siz to'g'risida O'zbekiston. Non aziz, non bilan hayotingizni, non shohing gazda so'kkin bolajon. Otdan ona yurt, onajon O'zbekistonim, ona tabiatsiz joni jahonim. Poytaxtim Toshkentim, bolaga yurtim, baxtiga qilmag'ur O'zbekistonim. Qo'limda qalamim she'r bitay sizga, onajon do'stom ham ta'rifingizga. Rohat baxsh yurt bir jannat makon, rosa so'zlasam bu O'zbekiston. Ustoz, Hurmat qizim, meni bayramga qatnashda xohlayman, menim she'rim bor. Alizberjon, qimmat qizimiz bayramimizni boshida tadbirda ishtirok etmoqchi emas edi. Mana ko'rib turganingdek, bunga ham qiziqish paydo bo'ldi. Ruxsat berasanmi bayramda? Ruxsat beraman. Ammo bir shartim bor. Qimmat a'lo o'qishga, odobli qiz bo'lishga va'da bersa, mayli qatnashsin. Mayli, va'da beraman. She'ringni ayt qani. Sağ sevgili seviyor diyor, senga qizni sizni aytma ayyor. Senga tayyorlan tildan dostona, turib yashi muborak O'zbekistoni. Unutma ustozim har bir so'zingiz, umrbod yodimda ulkan mehringiz. Vatanim volidan, vatanda jonim, vatan ishqi bilan etar har onim. Haqqini avozim baland har omdan, humoqshi hujjat nomi osmondan. Yillar o'tib yillar
harfdan uzoqni J harfidan jasoratni K harfidan kamtarlikni L harfidan latofatni N harfidan marhamatni N harfidan nazokatni O harfidan ozodalikni B harfidan muvaffaqiyatni H harfiga hurmatlikni R harfidan ravzolikni T harfidan tozalikni U harfidan ustozlikni B harfidan vafodorlikni H harfidan haqlikni Y harfidan yuksalishni S harfidan zukkolikni I harfidan iblisni V harfidan g'alabani Sh harfidan shodonlikni Ch harfidan chaqqonlikni G harfidan bag'rikenglikni Alif B jon biz yana qo'shiq kuylashni, raqsga tushishni o'rgandik. Hozir senga qo'shiq aytib beramiz.
to'lasa har on, yelkadosh pardoz. Olamni asraylik tinch bilsin jahon. Nomi tillarda doston, jannat makon. Avlonalar beshigi, baxtli dunyo eshigi, baxtiyasi huzur, mustaqil O'zbekiston. Quchog'i bog'u bo'ston, betakror jannat navo. Seni tan oldi jahon, mustaqil O'zbekiston. Baxtiyorman, quvnoqman, tabiatga o'rtoqman, o'ynab kulib yayrayman, bulbul bo'lib sayrayman. Mustaqil O'zbekiston. Biz uchun eng aziz dunyoda o'zingsan, oyu quyoshdan zuhra o'zingsan. Muqaddas Ka'bayu Romon o'zingsan, muhrimdan bolaga humo o'zingsan, qalbimiz sirda fido, vatanga jonimiz erimiz fido. Vatan sajdagahsan bizga muqaddas, vatan martabasi baland zabardast, ko'zdek afsonlar sen har nafas, insoniy bilimdan oldik sendan dars. Jonga ko'rib bildik seni, jon ichra abadiy ramdan topshuv jahon ichra. Vatan degani bu yurak degani, yurakka vatan kerak degani. Vatan degani bu yurak degani, bir birovga kerak degani. Aslida vatan bu ruhni o'zgan joyim, birinchi qadamim yetgan maqomim. Prezident bobomiz bizga g'amgin mehribon, yurt tinchligin ko'zlaydi, xalq baxtini o'ylaydi. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, soylardagi suvimiz, mansabini ichamiz, oltin to'la qonimiz, ta'zim to'la nonimiz. Vatan bizning uyimiz, o'qishni o'rganamiz. Ona yurtda omon bo'lishini yolg'iz tilagim, sen uchun, vatan uchun yonib yashar yuragim. Havorang, appo yashil bordir qizil belbog'i, shuning uchun chiroyli O'zbekiston bayrog'i, uninki baxt yulduzi o'zga ham yarashar, unga dunyo xalqlari havas bilan qarashar. Yerimizda bog'lar bor, daryolar bor, tog'lar bor, o'ng tomoni bug'doyzor, chap tomoni paxtazor, chambarakda o'ralgan moviy uzroq quyosh bor. Urugimiz ramzi humo degan qushi bor. Maryam, sen mulkining ra'nosi, tengdir mazmun ma'nosi, shod dillarning sadosi, iftixori Maryam, hadyorim Maryam, senlar ichra teng bo'lgan, baxtu iqboli bo'lgan, jannat bog'ida gulshan, iftixori Maryam, hadyorim Maryam. Baxt beradi insonlarga onajon O'zbekiston, urushdi jahonni Doston. Mustaqil O'zbekiston ta'tir tutib o'zini, bormoqda o'z yo'lidan, aytmoqda o'z so'zini. O'zbekiston tayanchi qurolli kuchlar bor. U xalqining suyanchi, tuzma turar bekor. Men Navbatqulov Shahruz g'ayratlik O'zbekiston Respublikasi farzandi ekanman. O'zbekiston Respublikasini himoya qilishga, xalqimga, prezidentimga sodiq qilishga, tantanalashga qasamyod qilaman, qasamyod qilaman. Men Satovov Andijon 67-maktabning 1A sinfiga qabul qilingan ekanman. Maktabning odob-axloq qoidalariga rioya qilishga, alifbedagi barcha harflarni o'qib o'rganishga, chiroyli yozishga, matematikadan hisob-kitobni bilishga, sizlarning so'zini topmaslikka, forma kiyishga, ustozni hurmat qilishga, sinfni toza saqlashga, sahifali yemaslikka, uyga borgach telefon o'ynamaslikka, qasamyod qilaman, qasamyod
yoktur. Men ham katta bo'laman, o'sib kuchga to'laman, yurtboshimga yurtimga sog'liq omon tilaman. Men ham katta bo'laman, o'sib kuchga to'laman, yurtboshimga yurtimga sog'liq omon tilaman. Men ham askar bo'laman. Bobom so'zin yoqlayman, ona ustidan maqlayman. Bobom so'zin yoqlayman, ona ustidan maqlayman. Vatanimni aniqlab, yuragimda saqlayman. Men ham katta bo'laman, o'sib kuchga to'laman, yurtboshimga yurtimga sog'liq omon tilaman. Men ham askar bo'laman. O'sib so'ng sayim to'g'ri inson bo'laman. O'sib so'ng sayim to'g'ri inson bo'laman. Jaloliddin namozayin yurtga qahramon bo'laman. Men ham katta bo'laman, o'sib kuchga to'laman, yurtboshimga yurtimga sodiq o'g'lon bo'laman. Men ham askar bo'laman. Men ham katta bo'laman, biz ham katta bo'lamiz. O'sib kuchga to'laman, o'sib kuchga to'lamiz. Yurtboshimga yurtimga sodiq o'g'lon bo'lamiz. Men ham katta bo'laman, o'sib kuchga to'laman, yurtboshimga yurtimga sodiq o'g'lon bo'laman. Men ham askar bo'laman. Men ham askar bo'laman. Bolajonlar, biz sizlar bilan alifbe kitobidan birinchi qaysi harfni o'rgandik? O harfini. Keyinchi B harfini o'rgandik. Keyin qaysi harfni o'rgandik? Biz qaysi so'zni hosil qildik? Bolajonlar, bizni ilk so'zimiz qaysi so'z? Chaqaloqlarni ilk so'zi qaysi so'z bo'ladi? Dadani biz yana nima deymiz? Ota so'zini hosil qilganimizdan keyin O, T, A harflarini o'rganganimizdan keyin qaysi harfni o'rgandik? Ne harfni o'rgandik? Biz qaysi so'zni hosil qildik? Biz uchun aziz bo'lgan ota-onalarimiz uchun atalgan she'rlaringiz bormi, bolajonlar? Ey umrim, javharim, davlatim otam, dillarim quyoshdir, mehribon otam. Sizga izdoshdirman, shuning uchun shod g'ururim otam. Bilsangiz yuraman osmonda doim, siz borsiz amondir, ko'kdagi boshim. Qayerga qaytaman, har yerda so'zim, to'xta bezarli qol osmonim otam. Qanday bilmas yo'qim, qanday bilmas bilmayganman, yo'qlagayman, mehrim asrab saqlagayman. Axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Olmasam gar ko'nglim to'lmas ota-onamni duosini. Olmasam yo'lim to'lmas ota-onamni duosini. Kitob zaysasa. Umrim bo'yi g'anim yerman, umrim bo'yi g'anim yerman. Sezim turga alishtirma, siy-g'uzardan ortiq deyman ota-onam duosini.
Cennetin cennetin, mening güzel çamanim, sizden mening onajonim.
Nega men faqat qovrar ekanman, o'zlari qovurib yesinlar. Bolalar ham tuxum qovuradimi? Telefon o'ynashni bilasizku, qovurishni ham o'rganing. Voy qarang, qarang. Voy bo'lsa, voy bo'lsa. Assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisiz? Mana bo'lyapti. Hozir men oyimni chaqirib kelaman. Voy bo'lsa, voy bo'lsa. Voy qo'shnijon, sizga nima bo'ldi? Voy sizdan allangidan issiqligingiz bormi? Yuring, sizni doktorga olib boraman. Voy allanib ketay. Voy, sen bu yerda nima qilyapsan? Oyimga qarasang bo'lmaydimi? Nega tug'ilgan kunga bormading? Axir oyimni mazalari yo'q ekan. Voy, oyimni mazalari yo'q edimi? O'ptimay ketdi. Ularni yig'ishtirib o'tib. To'xta, men u yig'ishtirishni bilmayman-ku. O'rganasan. Of, charchab ketdim. Oyim shuncha ishni qanaqa qilarkan? 2 soatdan beri oyimsiz yashashim qiyin bo'ldi. Oyi, voy qanaqa oyimni mazalari yig'agan doktorga ketdilar. Voy, bitta telefon singani uchun xafa bo'lman. Oyimning mazalari yeb bo'lganini eshitmabman. Oyjon, yaxshi bilib qoldingmi? Bizni kechiring, boshqa
qoldik. Endi menga qani aytinglar, qani onaday mehribon zot yana kim? Ustoz! İlk saboqni beradi kim? Ustoz! Sizlarni ustozlar haqida she'rlaringiz bormi? Sizgadir yurakda asragan so'zim, to'mandur ta'zimdan turaman o'zim, dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolman ustozim. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing, ming yillik mehnatlar huzuri mening. Shogirdlar vaqtida shod masrur yuring, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Aqlimizga nur ziyo, mehribon qadar go'yo, berib ta'lim tarbiya omon bo'ling ustozim. Komil avlod bog'boni, yuksaltuvchi vatanni, millatning sharaf shoni, omon bo'ling ustozim. Ilmu tafakkurdan diniga yo'l ochgan, beminnat mehrlarning qalblarida sochgan, quyosh tafti go'yo yuziga cho'chagan, budon baland eru sizga baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Shogirdining kecha kunduz o'ylar, balki solgan ham yuragida g'am. Qancha ta'zim qilsam shuncha bo'lar ham. Baland aziz eru sizga e'zozim, baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Oppoq sonli nurda mehr beg'ubor, har qanday maqtovga erur sazovor. Asliga ustozlik kasbi ulug'vor, mudom baland eru sizga e'zozim, baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. O'rtoq, darsingni qildingmi? Yo'q, men darsimni qilmayman. Kitob o'qidingmi? Yo'q, men umuman kitob o'qimayman. Mana bu uklamizda ana ko'tardim deysan. Mana bu ishni ko'tar, voy o'g'lim, mana ko'tardim nima deysan. Kelajakda sen qaysi biri bilan ishlashni xohlaysan? Masalan, men qish bilan emas, tuguncha bilan ishlashni xohlayman. Agar men maktabga borib bilim olishga harakat qilyapman. Agar men a'lo o'qisam, qish bilan ishlovchi oddiy guruhga emas, guruhga bilan ishlovchi katta rahbar bo'laman. Endi o'rtoq, seni gapingga tushundim. Endi darsimni qilaman, kitob o'qiyman. Ustozlarni gapiga quloq solaman.
Yusuf Akış kitobini endi taklif etaman. Salom aziz bolalar, chiroyli go'yolar. Menchi Akış kitobma, yoningizga keldimi? Kerakligim bildimmi? Kitobim hoş gelding sen, dilim hoşnut etding sen. Bolajonlar yuzimni iflos qilib qo'ymangiz, yirtib zarbarag'imni ko'p uyatga qolmangiz. Kitobim bir xotirjam, o'g'il demaymiz hech ham. Shunchaki o'qish qilmas kifoya. Men bir chuqur quduqman, limonimdir suvlarim. Qonib ichsangiz bahongiz best desarim. Ey do'stim tashnamiz, tinchlik zilol suvingga, seni istar chanqoq dil, oq poyandoz yelimga. Shunchaki o'qish qilmas kifoya, diqqating jamla, o'qigin o'qib, har yer har joydan o'qima chaqir. Matematikani yozib, ko'z aytishib, yozib, raqamlardan boshlanan bilmasangiz bo'lasiz. Ben tarafa birovlardan kerak bilman har yerda. Aqlingizni chaqirman, aqlingizni o'rgatman. Matematika kitobi bolalarni aqlini bir charxlab qoling qani. Salom qilmoq tirishqa. Ziyrak jo'shlik yashadi. Sanatingizga sating. Barcha sizdan bilsin shu. Olti tarix rangi qalam yagona qoldi beshta. Beshta to'plamda qalamlar so'linishda. To'g'ri topdimi matematika kitobi? Oppoq tog'im gonchasi, suv ichadi bolasi. Nechta tog'im bo'ladi toshqani. Uch yaxshi. To'g'ri ekanmi? Qaysi o'quvchi to'g'ri topdi? Javobini eshitaykan. Uchta echkilar qandosh sanoqga nechta quloq, nechta shox. Bor ekanini o'ylab keldim. Qaysi o'quvchi to'g'ri topdi? Matematika kitobi. Malika to'g'ri topdi. Öyle uçta kızlara göğe açılırlar. Kendisi Mesla. Hayvanlar mesla. Matematika kitobi ularni hammasini bilabol ekanmi?
o'qish ballaridan tashqari yana sizlar ingliz tilini ham o'tyapsizlar. Shuning uchun o'zi chiroyli darsga tushib berdilar ekan. Qani sizlar ingliz tilida o'ngacha sana olasizlarmi? Sana beringlar qani. Demak, sizlar o'qishni, alifbeni, matematikani, ingliz tilini puxta egallab olgansizlar, shundaymi? Bolajonlar, mana davramizda bahor oyi o'tiribdi. Endi navbatni bahorni mahv etuvchi she'r va qo'shiqlarga bersakchi. Nima deysizlar, bolajonlar? Geldi bahar, vur bahar, erep etti bahar. Uçup geldi kuşlar can, daraxt taktı marcan. Sular akar sızdırar, yulduz bakar mıstırar. Çuvallar nereşer, çok kurgular sayraşar. Kulaklıların taşır, atır bir kurça açır. Bokyu kızır lalalar, dere dönük kolalar. Hadi elmastan korkalar. Bakma yolup yerlerge, atın dalan kırlarge. Güller olup kollarga, Navruz geldi azizler. Bugün şadiyona Navruz'u olan ağzını tutulgan. Navruz köyü, assalom yangi yil, assalom bayram. Senga atalguzi, yuraklar kuyi. Kuyosh safar nurlari, yerga zarin nurlari, eskalandı nurlari. Navruz geldi azizlar. Navruzda ulaşık ezgu tilaklar, ahir tilak bilen tamamlaydı söz. Bahar nurlarında gençler yürekler, hoş geldin bahar, hoş geldin Navruz. Çakkasıga gül takıp gülüp geldi Navruz. Daraxtlarga dur takıp gülüp geldi Navruz. Baxtiyordan qutloklar, tabiatga o'rtoqlar. O'ylab kulib yayrayman, bulbul bo'lib sayrayman. Dala dashta baytalar, salom alik aytsalar. Qanday go'zal ko'rinish, yashillikda cho'milish. Do'stqozonda simonlar, o'yinchoqlar xushtalar. Qizg'aldoq chorda eklar, sevinchdan ko'zlarda nam. Bolalar yayrashadi, qo'shiqlar yangrashadi. Bobolarning dunyosi ijobatdir, duosi. Elga rizqimiz ulashib, taqdir nonni ushatib. Yayrab ketinglar ko'zim, yashnab ketinglar ko'zim.
qo'rg'on. Qurasizlar bitta makon. Sizlar kezib jumlay javon, bo'lasizlar yaxshi inson. Balkim meni unutarsiz, balkim esda saqlarsiz. Qayda bo'lmay bo'ling omon, insoniylik qiling qarg'on. Savodxonlik bayrami tugab borashi onda. Biz so'zlari aytdik biz, rahmat deymiz hammaga. Xayr aziz mehmonlar, ota-ona, ustozlar, barchangizga ming rahmat, bo'ling doim salomat. Ofarinlar bo'lsin bizning jajji bolajonlarimizga. Bugungi guldiroz farzandlar siz aziz bolajonlar. Rahmat. Mana siz bugun naqadar donosiz, naqadar zukkosiz, qanchalik she'r qo'shiqlarni chiroyli maromiga yetkazib ijro etaverdingiz. Shu bilan birgalikda o'qishdan, alifbedan, matematikadan, to hatto ingliz tilidan ham she'r qo'shiqlar ijro etdingiz. Bu uchun sizga yana bir bora ofarinlar bo'lsin. Aziz ota-onalar, aziz ustozlar, mana ko'rdingiz bu jajji bolajonlarimizning chiqishlarini. Bularning albatta chiqishlarini zamirida katta mehnat, katta zahmat yotibdi. Bu mehnatni sinf rahbari Yaqubova qilganlar. Siz azizlar nomidan, ota-onalar nomidan ustozingizga ming tashakkurlar deymiz. Mana bayramimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir siz azizlarni ota-onalar, ustozlar ham tabriklashmoqchi. Hozir so'zni maktabimiz direktori Zeyniso Shafqatxonaga beramiz. Assalomu alaykum aziz bolajonlar, darsimiz ishtirokchilari, ota-onalar. Mana bugun barchangizni avvalambor Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Sizlarni chiqishlaringizni ko'rib, albatta quvondim. Mana shu chiqishlar zamirida Yaqubov dunyolarning mehnati qanchalik turibdi. Bu uchun albatta ustozimizga katta rahmat deymiz. Aziz ota-onalar hamkorlikda ishlab ota-onalarga katta rahmat deymiz. Mana shu hamkorlik ota-onalar bilan ustozning hamkorligi men umid qilamanki, to 11-sinfgacha bo'ladi degan umiddaman. Agar shu to 11-sinf bitiruvchi sinfgacha bo'lsa, mana shu jajji o'quvchilarimiz elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan yetuk farzand bo'lib yetishadi degan umiddaman. Sizlarga katta rahmat. Aziz bolajonlar, sizni davrangizda qimmatbaho ishtirok etdi-ya. Biz buni guvohi bo'ldik. Qimmatbaho xuddi sizga o'xshagan a'lochi o'quvchilar qatoriga kirishga ahd qildi. Hozir qimmatbahoning onajonisi, buvijonisiga so'zni beramiz. U kishi qimmatbahoning hamda uning sinfdoshlarini, sinf rahbarini tabriklamoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli bolajonlar, hurmatli ustozlar, bolajonlarimizni ota-onalari. Mana bugun bolajonlarimiz alifbeni tugatib o'qishga o'tgan ekan. Men avvalambor ustozlarni tabriklayman. Shunday maktabga qadam qo'ygan bolalarni shunday chaqqongina o'qishlariga, mazmun hollariga yaxshi qatnashib, shu maqsadlarga erishdilar bolalar. Buni sababi ustozimizdir. Qani bolajonlar, ustozimizga rahmat. Rahmat.
sizga ham rahmat. Qani endi? Yosh va kalon rahmat. Barchaga ham Devojon shunga ham rahmat, hamma o'rtoqlar kalon rahmat, ota-onaga ham rahmat, hamda doktor cho'ya bayram o'shanda qatnashgan o'shanda ana ikroga ham rahmat. Aziz bolajonlar, siz bugun shunchalik chiroyli, tartibli o'tirdingizki, mana bu chiroyli o'tirib bo'ladi. Sizni ko'rib hammani havasi keldi. Ana endi ana shunday chiroyli ijroyingiz, chiroyli namunali tartibingiz uchun hozir siz taqdirlanasiz. Marhamat, taqdirlashni maktab direktorimiz Rabbimova Zulfiya. Qani Zulfiya? Kelgin. Siz eng birinchi kitob alifbeni o'qib, tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Endi siz vatan, ona kabi eng ulug' so'zlarni o'qiy olasiz. Yoza olasiz. Yodingizda tuting. Ushbu savodxonlik sohibi doimo a'lo o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Biz sizga ishonamiz. Xuddi shunday aziz o'quvchimiz Salimov Jasurjon taqdirlanadi. Xuddi shunday Haydarov Abdulla taqdirlanadi. Xuddi shunday savodxonlik guvohnomasi bilan Mamatqulov Shahrizjon taqdirlanadi. Abdufattoyeva Nafisa juda ajoyib ijro qildi bu qizimiz. Ofarinlar bo'lsin. Sharofov Abdug'ani bu ham xuddi shunday. Ofarin. 11 sinfgacha a'lo bo'lsin. Xuddi shunday guvohnoma bilan Mahmadqulov Muhammad Zohid taqdirlanadi. Ofarin. Musilova Oydinoy taqdirlanadi. Ofarin. Xuddi shunday savodxonlik guvohnomasi bilan Usmonov Jasurjon taqdirlanadi. Xuddi shunday guvohnoma bilan Naimov Temurjon taqdirlanadi. Judayam taqvon, judayam serxarakter. Ofarin. Xuddi shunday guvohnoma bilan Azam va Amina Bonu taqdirlanadi. Go'zal, kechaning chiroyli qizi. Ofarin. Xuddi shunday guvohnoma bilan Saidqulov Behruzjon taqdirlanadi. Muhimova Rayhona qizimiz. Bu ham xuddi shunday chiroyli go'zal tartiblarni ijro qilib berdi bu qizimiz. Xuddi shunday guvohnoma bilan Akramova Dilshoda qizimiz taqdirlanadi. Ofarinlar bo'lsin. Juda chiroyli rasm qizimiz ham.
Azamov Ansorjon taqdirlanadi. Sattorov Anisjon. Mahmadqulova Malika taqdirlanadi. Ilhomov Shohjahon taqdirlanadi. Xuddi shunday guvohnoma bilan Rabimov Shahzodjon taqdirlanadi. Ofarinlar bo'lsin. Komilova Mo'minur. Qimmatboy, davratimizga xush kelibsiz. A'lochi bo'ling endi 11-sinfgacha. Mahmudov Amirbek taqdirlanadi. Amin bo'lsin, amin. Sadiyeva Diyorabonu. Qani Diyorabonu? Ofarin. Akbarova Nozima. Juda chiroyli raqslarning ustasi bu qizimiz. Ofarin. Jamshedov Zarfe. Ofarin. Bu aqshda tinib tinchimagan. Ofarin. Xuddi shunday guvohnoma bilan Halimjonov Samirjon taqdirlanadi. Juda chiroyli she'rlar aytdingiz. Ofarin. A'lochi bo'lsin. Hammangizga savodxonlik guvohnomasi muborak bo'lsin. Yana bir marta turamiz. Yana bir marta barchangizni savodxonlik bayramingiz bilan tabriklab, siz aziz jajji o'quvchilarimizga 11-sinfgacha a'lo baholarga o'qib, ustozingizni, ota-onangizni yuzlarini yorug' qilishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir marta bayram muborak bo'lsin. Aziz ota-onalar, aziz ustozlar, shu farzandlaringizni baxtu kamolda bo'lishlikni Allohdan so'rab qolamiz va xush kelibsiz deb qolamiz. Rahmat. Qani bo'lajaklar, bo'linglar. Ha ha ha!
Thank you.